Dada men Abdurahmon aka bilan yuribman. Bo'pti. Biz hozir do'konga borib kelamiz. Mayli. Ikki menim bor. Bo'pti. Non aka, non. Aqaga merka qilaverishni salonda. Bormi shu? Mana olishdi shunday anaqa. Latane tortaşı yiyeyim turpuydu. Yiyemez ki Çorba kaç arkada? Yiyen bu az. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne yol var? Zahir ne var? Derler ki o varsa bu küçük bir şey. Hayda ben adır yap. Azıcık acil ona. Murat ne var yani böyle. Sen o? Açın. Tam yol geçiyorsun. Şutatını. Ya. Ahmet Ekem var iken o var. Bakma diye diyor. Öyle harika yaptı. Bunlar bugün gelen 8 geldi. Bazen İlbabı soru aldığında hanım ya bu borsa falancını açacağım ümüyen çıkıyor. Ama erkeğine açıp öğrenmem. Oldu hesap. Ümür final yürüyorsun. 5-6 ay. Geçen ay dediğim geçen masraf zaman soru aldım. Şimdi ne açacağım ben sana? Başmaklar etti. Girmeye tutamaz. Koydu ya baba tarafından mı? Anası. Anası. Yani kilo antamadan 40 adam bu geldi. 25'te. 25'te geldi. Bizimki de emez. İyi aşağıya. İkisi de var. Patnis getiriyor. Patnisdan odam ko'p. Uni olib Çinlilerge yana taylaylar, odam köp. Bir yol 700 öğrenmiş köp. Bazı güven koladı, taylaylar yani. Davranı köyle taylaylar. Buranın köprü aldım. Buradaki. Ya qayerdagi? Stolga bor. Stolga aşağı tomona var. Stolga.
Abdulloh qachon gaplashamiz? O'sha qo'yib tamam. Ko'zlar oladi, oboradi. Zona bir xil. Çaylar var mı çaylar? Yangi rakı bu. Gel. Akşam keçi bakıyoruz da. Yok koyup oldu. Ha? Kim etti? Bir var işte. Raşit Bey. Akırıp koyduk ya boya. Ha o boya akırıp koyduk ama. Nima? O sarf etgan o'g'li, Mahmud, akasini bergan. Gapirib tursalar ham yaxshi. Ha, duo. Amin. 2026-yil mana bugun 25-aprel. Mart. 25-mart. Mart. 25-mart. Mart. Ha. Erkak ham mana Ha. yurtga o'zi oilasini darbishana qilyapti. Xudo Necha yilda hozir erishgan? O'shaga men 85 ga bordim. 85 ga bordimmi? 85 ga bordim. Bola chaqalarni joylashtirdi. Hammasi tartibli, intizomli. Mahallamiz namunali. Mana eng namunali xonadon. Kelib hamma yo'q bo'lgandan keyin bir 6 ta bola yuribdi mana deyman. Hamma yo'q sekin nimalarga solyapti idishlarni deb so'radi. Bu nima qilyapsizlar desam, "Baba buni olib borib do'konlarga qaytarib topshirib qo'yamiz." Nimasini? Mana shu qolgan narsalarni. Ash to'yxonada ko'rdimda. Shahar ijasini qiladi. Ibrohim Azamat Orkulda baholash direktorichi jiyanim. To'qida deb o'tiraveradi. Ashunda 6 vodiyda 6 ta bola ketdi. Ashlar sekin olib Bolani bo'lay nimaga, buni bo'lay nimaga, karobkalarga soldi. Chalarni kiydirib o video qoldi. Mana men pochchani ol. O'tiring. Mana bu yoqdan pochcha ekan, bu yoqdan pochcha ekan. Uchta pochcha bor ekan. To'rtta. Ikki tomondan ikkita. Ha. Ha bittasi bir şey mi?
İnternette çıkarım var ya. İnternetdeki chiqartiradi. Bu mahallede. Nimalarda bu mahallede sizlar Ularni mahallasiga bizlarni pensioner ko'paygan. Bular kattagina pensioner qolgan. Darishonib ko'pchiligi puli bilan bo'ladi bunlar. Tepasiga yuradi. Mahalladan eng kattasi bo'lsa kerak. Ikkala darishonib. Görüşüge var ya fırçamız oraydı. Badamlarga ham İkavida endi. Bundan keyin jörelerim ketib qoldi. Hammasi. Egan makan. Egan berdi u bizdan yoshroq. shunaqa ko'p. Ularga bor, erkalaganlar bor. Haqlaganlar bor. Bizda Soybekam, Uyekam. Soybekam, Qo'shmagan chiqanlar. Abon opaga bo'lib turib, Ne'matkor navbaga keyin menga o'tib ketadi. Bunda yoqda o'tib olayo'q. Mendan deymanlar pastda biz kataramiz. Nima biladi? Navbaga bilan Ne'matkorga bor. Ikkovi bor. Bizda ulardan katta bor. Ularda yashi yoshda. Ne oldu Rüstem aka? Siz hamisha var. Siz aka 30 yildan beri olyapsiz. Rüstem aka. Durali. Kemas, qor akam top qo'y. 30 yildan keyin. Gapirib qo'yinglar, gapir. Ha yaxshi. Ukasi ekan. Jo'natasan nimaga? Mana. Mahmud boy bo'ladi. Mahmud ham hozir qilgan deydi. Bol ne çinli? Bırak açık olur mu? Ilohi Parvardigori olam o'qilinadigan xatmi, aytiladigan suhbatlarni o'zing fayzli, barakotli qilgin. Hammamizga Allohim o'zi ixlosi, muhabbatni ato qilganmiz. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم عزيز جماعة المسلمين الله سبحانه وتعالى بأدد حمد سنالرمز Peygamberimiz Muhammed Mustafa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatu salamlarımız olsun. Allah subhanahu ve teala bu qilinayotgan ihsonlarni Allohim o'zi husni qabul qilgan bo'lsin. Dunyo va oxiratida manfaatli ihsonlardan bo'lishligini Allohim o'zi nasib aylagan bo'lsin. Va mana bu katta jamoat, mana butun mahallalardan mana shu Paxtakor eski va tushuntiribroq aytadigan bo'lsak, mana Paxtakor kolxozi deyilardi. Har bir mahallalardan mana yoshi ulug'larni jamlanib, mana shunday bir holatda katta bir jamoat bo'lib turibmiz. İnşallah bu katta bir ish bu inşallah. Alloh taolo o'zi qabul aylagan bo'lsin. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam mübarek hadislarda aytganlar. Al barakatu ma'al akaburikum dedilar. Baraka sizlarning kattaylar bilan birgadir dedilar. İnşallah umid qilamizki, mana katta ulug'larning bir duosi bo'ladigan bo'lsa, inşallah eli yurtni rizqi keng bo'lar ekan.
tinchlik bo'larkan, ofiyat bo'larkan, barakot bo'larkan inshaalloh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hozirgi kunda mana tahlikali bir zamon desak ham bo'ladi. Dunyoni ko'rib turibmiz. Har bir joylarida shunaqangi bir notinchliklar Alloh saqlagan bo'lsin. Alhamdulillah mana yurtimiz tinch ekan, obod ekan. Mana bu siz bilan bizni inshaalloh bu Alloh taoloni siz bilan bizga bergan ulug' ne'mati ekan muhtaram aziz. Iymonda ana shunday bir holatda jamlanib amr ma'ruf nahiy anil munkar qilib turishligimiz bu Xudoy taoloni sizni bizga bergan ulug' ne'mati ekanki, mana bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak bo'lardi. Mana bu narsani yoshlarimizga ham o'rgatishimiz kerak bo'lardi. Bu shukronalik eng katta ulug' ne'matlardan bittasi ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zi muborak kalomida marhamat qilib aytadiki, astag'firullah, la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Sadaqallohu azim. Ey bandalarim, men bergan ne'matlarga sizlar shukr qilsanglar, bu berilgan ne'matni men yana ham ziyoda qilaman deydi. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hozirgi holatda hech kimga yotmaski, ijtimoiy tarmoqqa qarasangiz, ana shu to'polon bo'layotgan joylarda kimdir otasidan, kimdir farzandidan, kimdir uyidan, kimdir molidan, kimdir yana bir boshqa narsalardan ajralgan bir holatda juda ham bir kunlik bir holatlarni ko'zimiz tushadi. Siz bilan bizni maqsadimiz ana shu joylarga ham bir duoda bo'lishligimiz. Alloh subhanahu va taolo ana shu joylarga ham tinchligini ato qilishligini so'rashligimiz bo'lar ekan. Musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo yordam berishligini so'rashligimiz kerak bo'lar ekan. Va mana bu holatimizga, turgan holatimiz, xonadonimizda bo'lsin, boshqa bir holatimizda bo'lsin, mana shunday bir Alloh taoloning eng buyuk ne'mati tinchlik, iymonda, e'tiqodda, ana shunday bir holatda, ibodatda bo'lib yuribmizmi? Bu Alloh taoloning eng bergan ulug' ne'mati ekan, katta ne'matlardan bittasi ekan. Alloh taolo muborak kalomda bandalarim, men bergan ne'matlarga sizlar shukr qilsanglar, buni men yana ham ziyoda qilib beraman. Demak, siz bilan biz bu narsaga beparvo bo'lib beradigan bo'lsak, bir-birimizni yaxshilikka chaqirmasak, yomonlikdan qaytarmasak, va ana shu bir-birimizga yaxshilikda bo'ladigan bo'lsak, Xudoy taologa zikrda bo'lmaydigan bo'lsak, toati ibodatda bo'lmaydigan bo'lsak, mana bu narsa kufrona ne'mat bo'lib qolarkan muhtaramlar. İzzati amma yasifun ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Parvardigor olam, bu ustoz qilgan nasihatlariga hammamiz amal qilib, duoya qilib, dunyoda ham, oxiratda ham saodatli bandalaring qatorida bo'lib, o'zingga shukr qiluvchi bandalaring qatorida bo'lib, hayot kechirmoqlikni nasib muyassar aylagin. Bi rahmatika ya arhamar. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. İlahi Parvardigori olam, o'qilingan muborak kaloming va xatmi sag'ir aytilingan suhbatlar solingan bu dasturxon insonlardan Allohim bizlardan
Sohibi ihsonlardan beri yo beujub o'zingga husn qabul qilgin, xato nuqson kamchiliklarimizni o'zing mag'firat ayla. Samara savoblari ila payg'ambarimiz Muhammad Mustafa Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning muborak ruhlarini bizlardan, sohibi ihsonlardan xushnud qilgin. Bu zotning barakotidan barcha o'tgan ahli-ollari, azvoji mutahhara onalarimiz, jamiki o'tgan payg'ambaron, sahobai ikrom, tobiin, tabi'at tobiin, salafi solihinlar, barcha o'tgan ulug'larimiz ruhaniyati, bu yurtlarga dinni chirog'ini olib kelgan Imom Qutayba hazratlari u kishi bilan birga kelgan fotihlar, sultonlarimiz jamiki o'tgan mu'min va mu'minalarni qatorida ushbu joyda amin deb qo'l ko'tarib turganlarimizdan o'tgan umidvor ajdodlar, jaddodlarimiz ruhaniyati, alal xusus bu Ergash akamizdan, xolamizdan o'tgan ota tomonidan, ona tomonidan o'tgan ajdodu jaddod barcha o'tgan umidvorlarni Allohim o'zing ruhaniyatlarini shod aylagin, qabrlarini jannat bog'chalaridan biri qilgin Parvardigor olam. Qolganlarni iymonda, e'tiqodda, hidoyatingda qilgin. O'qilingan xatmi, qilingan ihsonlarning barakotidan Allohim xonadonda o'zing fayzli, barakotli, hidoyatli bo'lishini o'zing nasib aylagin. Har xil balodan, ofatdan, fitnadan, yomonliklardan o'zing panohingda asragin Parvardigor olam. O'qilingan xatm aytilingan suhbat ihsonlarning barakotidan butun eli yurtimizni tinchligingda, ofiyatingda, barakotingda qilgin. Xalqimizni haloldan rizqini mo'kul qilgin. Har xil balodan, ofatdan, notinchlikdan, yomon ziyon, zararlardan o'zing panohingda asragin Parvardigor olam. Parvardigor olam butun dunyoni tinch qilgin Parvardigor olam. Musulmonlarga nusrat, yordam ato qilgin, dinni dushmanlarga o'zing kifoya qilgin Parvardigor olam. Safarga ketganlarimizni safarlarini bexatar qil. Kasallarimizga o'zing shifoy kunlikka amin ato qil. Hojatmand, qarzdor, farzand talab barchalarning hojatini o'zing ravo aylab, ommatan xalqimizni Allohning dini, diyonatini mustahkam qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Hojigan haqqa bir duo qiling, ehsonni o'zi qilyapti, mana shu yurt mahallamiz uchun. Shu bola chaqasida agilar bor, safarda bor. Shu bola chaqa nevarlar haqqa bir duo qilib qo'ying. Kampiriga jinda shifo talab. Amin. Allohim bu yurtimizda kattalari, yosh ulug'larimiz, bu hojilarimiz, uylarda hojilarimiz bor. Allohim yurtimizni ulug'larni panohida saqlagin. Yurtimizdagi hamma yosh ulug'lar qatorida bu Ergashan hojilarimiz ham Allohim umriga rizqiga barakot bergin. Hojilar bilan yana uzoq yillar farzandlarning boshlarida duogo'y, haqlarda bir duo qilib, boshlarida davlat bo'lib turmoqni nasib aylagin. Hojiyamiz Allohim ozgina bemorchiligi bor ekan, Allohim bemorligiga o'zing shifoy kunlik karam ato aylagin. Hojilarimiz Allohim shu xalqni duogo'y bo'lib turibdi, o'zing bardavom aylagin. Umriga rizqiga barakot bergin. Qilayotgan ishlariga, kasbikorlariga Allohim o'zing rivoj, fayz, barakot bergin. Uzoq yillar boshimizda shunday bir duogo'y bo'lib turmoqligini o'zing nasib qilgin. Farzandlarni ham Allohim shu farzandlarini, nabiralarini sevib, baxtu saodatini ko'rsatgin. Farzandlarni ona hojilarimiz bilan hojiyamiz bilan Alloh taoloning baytiga, Alloh taoloning ahli ilmlariga oyata muhabbatlik, doim xizmatida qoyim, doim turadigan qilib, ahli muhabbat qilib, tarbiya qilib, kamol yetkazgan Allohim shu farzandlarning rohatini ko'rsatgin. Farzandlarini, nevaralarini Allohim qilayotgan ishlariga, kasbikorlariga o'zing haloldan barakot bergin. Mana zurriyotlari ko'p yerda xizmatida, xalq xizmatida yuradi. Allohim shu xizmatlariga barakot berib, xalqning duosini olib yurmoqligini o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Yana bitta nima, mana temir yo'lchilar ham shu yerda. Bir haqqimizga duo qilib qo'ysak, yo'l tezroq ochaveraylik deb. Shular haqqiga ham duo qilib qo'yinglar. Amin. Allohim bu xizmat qilayotgan bu temir yo'lchi ukalarimizdan ham Allohim o'zing rozi bo'lgin. O'zing beshikast shunday bir xizmatlarni barakotli bo'lib, bu yo'llarni ochib, yuzlari yorug' bo'lib, bu yangi yo'llar ham yaxshi bo'lishini Allohim o'zing nasib qilgin. O'tayotgan poyezdlarda ham Allohim beshikast o'tishini Allohim o'zing nasib aylagin. Har xil yomonlikdan o'zing panohingda asragin. Bu xayrkorga xizmat qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizni oshlamlab, choydamlab, o'rtada turib xizmat qilganlar, qo'lga suv quyganlar, hammalardan Allohim o'zing rozi bo'lgin Parvardigor. O'qilingan xatmini barakotidan ularni ham nasib ato qilgin. Allohu akbar. Sheflar yo'qasiga. Muborak bo'lsin, qulluq bo'lsin. Akalarga ham duo qiling.
Dobra, git. Dolaşırız. Öz, nima? Qo'lingdagini berib ketmading. Nima aytasiz? Hazırlaşmasın men dasturxon. Ama yol solib turmamizjon. Hamson. Bundan sonra. Oqsoqollarga sol birinchi, domlalar, kattalar, yaxshi tam. Bo'ladi. Ko'rindimi? Juda da bo'ldi. Yetadi ota. Bo'ldi. Mochi yordamchi solmasibdi bularga. Bo'ldi. Yaxshi yordamchi sol. Katta nimadan qo'yamiz. Alo. Bo'ldi o'zi. Hozir uygavi hozir? Ha, uylar. Hali ko'rib qo'yamiz aka. Bo'ldi uyga solmadingiz mi? Chiqmasang so'rab bitta bo'ldi. Yosh bola be keltirishmi? Yo'q hali ham. Abdurahmon kattadan chaqiryapti. Ayo.
Ko'rganman. Lift yarimiga o'xshaydi. Bishalar. Boshga tushib ketadimi? 2 metrdan ham o'zi. Nima yozlikda telefonnasi yaxshi kirib ketyapti. Yozlikda Müdür Ali başka göz soldurganmış ha? Yok. Nima ular? So'ldim. Zaka. Orada. Asker mi? Bana tamam götürdü kelide. Ben tamam açmayayım. Şu gülleri koyup koyalım. Şuna ben de bir tane böyle yaptı domlar. Nasıl şöyle yaptı? O katalarını yaptı yadan geldi ki göre. Yaptı nasıl geçiyoruz da. Esnalik şöyle yaptı. Böyle bakıyoruz, kirp oluyor araya. Oraya kirp oluyor. Men olib berib, video qilay. Hammamizni oqibatimizni baxayr qilgin. Eli yurtimizni tinch qilgin. Har xil balolardan, ofatlardan, fitnalardan, yomonliklardan o'zing panohingda asragin. Bu ulug'larimiz mana turibdi. Alloh hammalarini o'zing sihat salomatlikda qilgin. Xalqimizni ustida qilayotgan duolarni o'zing ijobat aylagin. O'stirayotgan o'g'il qizlarimizni, nabiralarimizni Allohim o'zingni hifz himoyangda, hidoyatda, iymonda, e'tiqodda katta bo'lishini o'zing nasib qilgin. Rahmat, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar, yapmasıga. Hayırlı